Bor elga qilginqi yaxshilik, bundan yaxshi yo'q. Kim degaylar dahr aro, qoldi falondan yaxshilik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram muxlislari. Bugun sizlarning e'tiboringizga taqdim etmoqchi bo'lgan mavzu yaxshilik haqida. Ya'ni yaxshi insonlardan qoladigan bog' to'g'risida bo'ladi. Mana shu men turgan mo'jazgina ko'prik xalqimiz orasida Qil ko'prik deb nomlanadi. Ushbu ko'prik aslida Ariqni qishloqning u chekkasidan bu chekkasiga davomini o'rtada birlashtirib turgan truba hisoblanadi. Trubaga o'sha qadim kolxoz paytida temirlardan, taxtalardan qo'yilib ko'prik qilingan. Maqsad xalqni uzog'ini yaqin qilish maqsadida. Ana shu ko'prik yillar mobaynida xalqimizga xizmat qilgan va yillar o'tgandan keyin bu ko'prik yaroqsiz, deyarli yaroqsiz holatga kelib qolay degandi. Bundan uzoq yillar, taxminan 20 yillarcha avval 2006-yillarda joylar jannatda bo'lsin, Abdurahim hoji akamiz o'zlarining shaxsiy hisoblaridan, mablag'lar hisobidan mana shu ko'prikni mana shunday chiroyli, pishiq, zamonaviy va mustahkam holatda keltirib ta'mirlatganlar. Mana shundan beri oradan 20 yil, undan ko'proq vaqt o'tganiga qaramay, xalqimizga beminnat xizmat qilib kelmoqda. Bundan hatto yosh bolalar hammaramdoq chetga qo'yilganligi uchun bemalol xavfsiz ravishda, qo'rqmasdan harakatlanishlari mumkin. Ko'rib turganlaring ushbu ko'prik o'ziga arzimaganga o'xshagani bilan, lekin buni e'tiborli jihat juda ham ko'p. Sababi qishloqning u chekkasi bilan bu chekkasini birlashtirib turadi. Masofani juda ham ancha yaqinlashtirib turadi. Bu ko'prikdan 200 metr tepada katta xalqaro mavqega ega bir ko'prik bor. Pastda ham qishloqdek ichki ko'prigi bor. Lekin bolalar maktabga qatnashish uchun yoki bo'lmasam mahalla ish bilan, zarur ish bilan qatnashish uchun, piyoda qatnashlik uchun bu ko'prikni nima deydi, e'tibori juda ham kuchli. Xalqimizda bir ajoyib naql bor. Yaxshidan bog' qolur degan. Mana shu ko'rib turgan ko'prigimiz bu yaxshi insondan qolgan bog' hisoblanadi. Ilohim do'stlar, har birimizdan qolsa albatta yaxshilik qolsin, yaxshi bog' qolsin. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik